Assalomu alaykum hammaga xayrli tong. Bugun bizda tong Toshkentda otdi. Toshkent, O'zbekiston. Azim Toshkent. Go'zal joylarda aylanib yuribmiz bugun. O'ta go'zal tabiat. Hali ishlar davom etyapti ekan. Va bizda teleminoramiz. Tabiat go'zal. Ishqilib kecha abiddan keyin qishloqda, bugun Toshkentda. Duoda bo'linglar, yana kechki abiddan keyin chiroyli pagodada qishloqda bo'lamiz. Hammaga xayrli kun tilayman. Omad hammaga.